Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. O'zbekistondagilarga Novosibirskdan alangalik salomlar. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Приветствуем из Новосибирска. Всем добрый день, друзья. Вот сегодня у нас прохладненький, вот такой прекрасная погода. И решила шаг yurayapman o'rtoqlar. Qadam tashlash kerak bo'lyapti. Nimaga desanglar, vesi ortib ketyapti. Shunga 5000 qadam, 6000 qadam tashlash kerak bo'lyapti. O'shanga hayron bo'lmanglar. Bekorchilikda yutuqni yoqib, sizlar bilan ko'rishmoqchiman. Mana shu domlarda turaman. Pastligida juda ham chiroyli manzara, mana shunaqa Zaton Ob daryosini bir zalivka nimasida. Mana shunaqa joy. Chiroyli manzara, juda ham salqin. O'zbekistondagilar ko'rib hayron bo'lmanglar kurtka kiyganimga. Chunki havo salqin, shamollab qolish mumkin. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman. Mana sizlar bir salqinlatib qo'yay. Hozir kim O'zbekistonda 50 gradus issiqda isib ketayotgan bo'lsa, mana ozgina. Тренировка приостановлена. Yoqdimi sizlarga? Suv ham sizlar bilan gaplashyapti. Sizlarga bunaqa znak beryapti, znak. Salom deyapti. Assalom deyapti. Naryoqda nargi berik, pravi berik, levi berik. Bu esa men yuzimni ko'rsatmay qo'yaveray bugun. Yaxshi uxlolmadim. O'zimni sal плохо чувствую. Поэтому решила toza havodan nafas olishga, birpas kislorod olishga chiqdim o'rtoqlar. Yurish hammaga foydali. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bir kunda 6000, 5000 qadam yurib qo'yinglar. Sog'liq uchun yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki o'zimda ham shunaqa oyog'imda og'riqlar bor edi. Yursam sal ozgina bo'lsa ham kamaygandek his qilyapman. Baribir qon aylanishi kerak, движение kerak o'rtoqlar. Uyda o'tirganlarga taalluqli.